Короче, bir kuni bitta otaxon saharlabda bolalarini uyg'otibdi. O'g'illarim turinglar, molni kimdir o'g'irlab ketibdi debdi. O'g'illari yugurib borsa, действительно molxonada mol yo'q ekan. Keyin aytibdi, ular bir logический, bir mantiqiy deydimi o'zbekchalab, mantiqiy bir fikr qilib ish qiladigan oila ekan ular. Otasi aytibdiki, devor buzilgan debdi. Keyin katta o'g'li aytibdiki, devor o'ng tarafda buzilgan debdi. Kichkina o'g'li aytibdi, o'ng tarafda o'zi bitta qishloq bor, bu qishloqda o'zi bitta o'g'ri bor. Ketdik o'shanikiga boramiz debdi. Hozir bir yugurib o'sha o'g'rinikiga borib, eshikni taqillatib, oyog'i chiqibdi. G'alay molni qaytar debdi. Qanaqa mol, men hech narsadan xabarim yo'q degan ekan. Keyin shunaqa bo'lgan debdi. Shu tarafdan buzilgan, shu tarafda bitta qishloq bor, bu qishloqda bitta o'g'ri bor, o'sha sen qaytar debdi. Bunaqa bir nima dokazat isbotlaring yo'q. Ketdik qozini oldiga boramiz debdi. Bu nohaqlik debdi. Qozinikiga borib bo'lgan gapni aytib bersa, qozi aytibdiki, otaxon kechirasiz, juda ham g'alati oila ekansizlar degan ekan. Keyin lekin bizda ketibdi 90% har doim to'g'ri chiqqan, bizda nimamiz logический мнениemiz har doim to'g'ri chiqqan debdi. O'ylanib qolib qozi aytibdiki, hozir bitta qutini ichida bir narsa olib chiqaman, ichida nima borligini topolsalaring, bo'pti, sizlarda logический shunaqa mishleniyanga ishonaman debdi. Qora qutining ichiga va zakovatdagi qora quti bor-ku, o'sha qutining ichiga bitta apelsinni olib chiqibdi. Otaxon gap boshlabdi. Quti to'rtburchak debdi. Katta o'g'il aytibdiki, quti to'rtburchak bo'lsa, ichidagi narsa dumaloq bo'ladi debdi. Kichkina o'g'il aytibdiki, dumaloq bo'lsa, dumaloq narsalar основной sariq rang bo'ladi debdi. Eng kichkina o'g'il aytibdiki, sariq narsa nima bo'lishi mumkin? Apelsin debdi. Qozi g'ilayga qarab, molni qaytar g'ilay deyarmish. Voy, o'lib qolaman hozir. Короче, bir kuni bitta otaxon saharlabda bolalarini uyg'otibdi. O'g'illarim turinglar, molni kimdir o'g'irlab ketibdi debdi. O'g'illari yugurib borsa, действительно molxonada mol yo'q ekan. Keyin aytibdi, ular bir logический, bir mantiqiy deydimi o'zbekchalab, mantiqiy bir fikr qilib ish qiladigan oila ekan ular. Otasi aytibdiki, devor buzilgan debdi. Keyin katta o'g'li aytibdiki, devor o'ng tarafda buzilgan debdi. Kichkina o'g'li aytibdi, o'ng tarafda o'zi bitta qishloq bor, bu qishloqda o'zi bitta o'g'ri bor. Ketdik o'shanikiga boramiz debdi. Hozir bir yugurib o'sha o'g'rinikiga borib, eshikni taqillatib, oyog'i chiqibdi. G'alay molni qaytar debdi. Qanaqa mol, men hech narsa